Yo do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Storim Komiljon 38 ga va Esaxon Plaza bo'lmoqda. Bugungi videomizning maqsadi esa molxona qurish. Albatta biz qishloqda yashaymiz. Shuning uchun biz o'zimizning fikrimizga kelib chiqqan holatda molxona qurmoqchimiz. Endi sizlarga yoqadimi, yoqmaydi, endi buni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Xo'p, bugungi videoda do'stlarimizning ovozi bilan salomlashinglar, hammanglar tanishinglar. Hammaga salomlar, sizlar bilan Esaxon Plaza. Aka-akalardek shu ishni qilamiz. Sizlar kanalga obuna bo'linglar va albatta videoga like bosinglar. Qani Komiljon salomlash. Salom hammaga do'stlar. Men Komiljon 38 ga. Xo'p, Komiljon ham salomlashib oldi. Demak, Yes. biz molxona qurgandan keyin albatta videoni yoqamiz. Xayr. Ungacha zerikib qolmanglar. Xuf do'stlar, shuncha bo'lgani mana bu molxonani biz yasab bo'ldik. Qani obunachilarga ko'rsatchi molxonani. Hozir. Voy, bu molxona qurishimizga o'lib ketdik-ku. Do'stlar, Komil sher ham qurishib endi uzrli uyiga ketib qoldi shahariga. Endi hech nima bo'lmaydi. Qani molxonamizga baho beringchi. do'stlar mana buni tashqi tarafi. Hozir biz ichkarisini ko'rsatamiz. Yuring aka. Mana bu yerda kichkina omborxonacha, bu yerda suv, xashak va somol bor. Yaxshi, bu yerda kravat ham bor. Endi ichkari qismiga qanday kirsam, Yo'q, ichkari qismini ko'rsatish ham mana shuni ko'rishaveradi. Xo'p, xullas kalom molxonamizga 10 talik bahoda narsada chatda baholab boradi. Esaxon Plaza bo'lmoqda sizlar bilan. Xayr, obunachilar. Storim bo'lmoqda. Xayr. hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lish. Unutmang.